Husanovdan ilhomlangan Shomurodov Romaning haqiqiy yetakchi hujumchisiga aylanib bormoqda. Shomurodovning Yevropa Ligasi doirasida oxirgi soniyalarda urgan goli Romaga qimmatli g'alabani keltirdi. Assalomu alaykum, katta futbolning bugungi videosi Shomurodovning Atletikga qarshi o'yindagi xatti-harakatlari va albatta uning Ispaniya klubi darvozasiga urgan goli haqida bo'ladi. Atletikga qarshi zaxiradan o'yinga qo'shilgan Eldor Shomurodov so'nggi daqiqalarda gol urib Romaga g'alaba taqdim etdi. 7-martga o'tar kechasi Yevropa Ligasi 1/16 finali bosqichi ilk o'yinlari doirasida Roma o'z uyida Atletikni qabul qilib 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu bahsni rimliklar safida o'zbekistonlik futbolchi Eldor Shomurodov ikkinchi taymda zaxiradan o'yinga qo'shildi. Dastlab mehmonlar hujumchisi Williams 50-daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, Angelino 56-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Asosiy vaqtga qo'shib berilgan daqiqalarda Eldor Shomurodov gol urib Romaga g'alaba taqdim etdi. Shu tariqa Roma dastlabki o'yinda Atletikni 2-1 hisobda mag'lub etdi. Ushbu jamoalar o'rtasidagi javob bahsi 13-mart kuni Bilbaodagi San Mames stadionida bo'lib o'tadi. 7-martga o'tar kechasi Yevropa Ligasi 1/8 final doirasida Italiyaning Roma klubi o'z uyida Atletikni qabul qilib, o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodovning oxirgi soniyalarda urgan gol evaziga g'alabani ilib ketdi. O'yinda Shomurodovning xatti-harakatlari 7.3 ballga loyiq ko'rildi. Bu haqda SofaScore xabar berdi. Garchi Shomurodov 71-daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shilgan bo'lsa ham, uchrashuvning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'ldi. Qizig'i, u maydonga tushiboq sariq kartochka bilan ogohlantirildi. Biroq shunday bo'lsa ham 29 yoshli hujumchining goli rimliklarga qimmatli g'alabani keltirdi. 20 daqiqa atrofida maydonda bo'lgan o'zbekistonlik futbolchi 12 marta to'pga tegindi. U 8 marta sheriklariga uzatma amalga oshirdi va paslaridan 7tasi aniq manziliga yetib bordi. Shomurodov to'p uchun 3 marta kurash olib borib, bittasida g'alaba qozondi. Raqib darvozasiga yo'llagan bitta aniq zarbasi esa gol bilan yakunlandi. Roma Atletik bahsining eng yaxshi futbolchi sifatida mehmonlar a'zosi Iñaki Williams e'tirof etildi va uning o'yini 7.8 ballga baholandi. Roma safida esa eng yuqori ballni Shomurodovning goliga assistentlik qilgan Salemakers qo'lga kiritdi. Belgiyalik futbolchining o'yini ham xuddi Williams kabi 7.8 ballga loyiq ko'rildi. Nima deb o'ylaysiz, Shomurodov Bilbaoda bo'ladigan bahsda ham gol ura oladimi? Rim klubi 2 o'yin natijasiga ko'ra Yevropa Ligasi chorak finaliga chiqa oladimi? Bu borada izohlarda fikringizni yozing.